Nima bo'ladi? Вообще bug bo'lib ketdi-yu, ha? Ha, do'stlar, elektrni o'chirish kerak aytgancha. Elektrni o'chirish shart. Yo'q do'stlar, elektr o'chirish shart emas-ku. U taraf emas-ku, uni o'chirib turadigan. Biz qaysi bir ko'raymi? Mana yerda ekan do'stlar. Mana yerda ekan. O'qam yo'q-da, akalar. Mana yerda o'q bor lekin. Shundaymi? Akalar, mana yerda o'q bor. O'qlaymiz. Hamda do'stlar, mana tog'ani uxlatamiz 2,5 minutga. Hatto qat'iy qochganimizcha shuni o'xtatib turaylik. Yiroq bo'lib turaylik demoqchiman. Xo'p, mana kelyapti. Olishibdi olib. Davay do'stlar, endi borib nima qilamiz? Yechib kelamiz. Mana bu qo'limizdagi atyorka bilan. Atyorka yordamida biz rasmni olamiz. Miqlarni yechib olishimiz kerak. Davay. Miqlarni yechib olib, do'stlar, Mona Lisa rasmini olamiz. Sal o'xshagan, lekin bu ko'zi yo'q, burni yo'q, qoshi yo'q Mona Lisa do'stlar. Qanday tushundinglar? Mana do'stlar, bizga o'sha qizil kalit kerak. O'sha qizil kalit. Qizil kalit qaydaligini bilsalaring kerak. Buni otib turamiz pastga. Pastga otib turamiz. Voy, baqa emas. Pastga dedim. Voy, bu nega tushmayapti? Yaxshi tushdi. Tushdi. Avtomatimiz bor. Avtomatimiz bor degani bu xavfsizlik bo'lsin degani emas. Xo'p. Endi do'stlar, qizil kalitni olib kelamiz pastga tushib. Voy, bu vashi toza ketgan loy ekan-ku, ha? Do'stlar, biz 3 ta materialni ham yig'ib bo'ldik. Tanga, rasm, olmosdan yig'dik. Mana bu yerda turibdi hammasi. Ularni yana bir qaytadan o'ldiraylik. Yo'limizga to'g'anoq bo'lmasligi uchun. Do'stlar, yurib borib olib kelsak ham bo'laveradi. Davay. Qizil kalit. Chota bu programmani o'chib qoladigan odati bor ekanda, akalar. Har nechtadir minut o'chib qolyapti. O'pa do'stlar, endi borib yechib kelamiz, suramiz. O'pa akalar, surdik. Mana do'stlar turibdi. Voy. Yechmoqda o'zi yo'g'li. Davay, mana qulfni yechib olamiz. Buni otib yuboramiz. Mana do'stlar, olmos. Mana oltin tanga. Xo'p, mana bu yerda rasmimiz bor. O'pa do'stlar. Buni ol. Yaxshi. Va biz surdik. Oxirgi marta qarorga yurmadik. O'pa mana do'stlar, ikkita loh aka-uka. Biz mana shularni uydan qochdik bugun. Do'stlar, bizni bugungi do'stlar, bizni bugungi videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.